taraflarınız hayır qilman. Çocuk bucungiz yaxshimi, o'zingiz yaxshi hujjatsizmi? Shu ro'zada istifroq qilsang, ro'za botil bo'laman, botil bo'lmayman qanday? Bezana bir savol javob aytib bering qana menga. Bag'ishlaysan, zayman bo'ldim. Hurmatli ukajonim, so'rabsizki bir insonni og'zi to'lib qusuq kelsa, ya'ni qussa ro'zasi sinama. Birodarim, agar ro'za holida insonni qusug'i o'zidan o'zi kelsa, ro'za sinmaydi. Ne ro'za fasid bo'ladi, ne sinadi, ne qazoyi lozim, ne kafara keladi, hech qaysi kelmaydi. Chunki xudba-xud og'zidan qusuq kelibdi. Shu sababdan qusgan odam ro'zasini jeb qo'ymasin tag'i. Agar bilmasdan aytsaki, agar meni endi ro'zam sindi, qusdim deb bilmasdan jesa, masalaga tushunmay jesa, so'ng qazoyi olib keladi. Agar bilfarz boshqa holatda bo'lsa, o'nga mana yana misollar sizga aytib berayin. Birinchi, bir insonni og'zi to'lib veya og'zi to'lmay qusuq kelsa, ro'za fasid bo'lmaydi. Ikkinchi, bir insonni og'zi to'lib qusuq kelsa, onun hukmi shulki ro'za fasid bo'lmaydi. Uchinchi, qusuq o'zidan o'zi kelmaydi, balki qasddan o odam og'ziga qo'lini tig'ib qusadi va hayvoni og'zi to'lib kelsin. Agar og'zi to'lib kelmasa, ro'za ozgina kelsa, og'zidan qusuq ozgina kelsa, onu tukursa, so'ng ro'za fasid bo'lmaydi. Yana oz kelsa, agar ko'p kelsa, bu suratda fasid bo'ladi. To'rtinchi, qusuq o'zidan o'zi emas, o'zidan o'zi kelgan emas, balki qasddan qusibdi. Og'zi ham to'lib kelibdi. Avvalgi 3-suratda og'zi to'lmay keldi. Bu suratda og'zi to'lib keldi, ro'zasi fasid bo'ladi. 5-chi, qusuq og'zidan keldi, og'zi to'lib keldi. Va shu qusuqdan bir ozginasi, yana bir dolni barobari, katta dol barobari veya ondan az va ko'pning o'z ixtiyoriga ichiga olib ketdi. Bu suratda ro'za fasid bo'ladi. Mana bunisi ham ayni shu suratda agar qusuq o'zidan o'zi kelsa, unga ro'za sinmaydi. Havol og'zi to'lgan bo'lsin yo og'zi to'lib kelgan bo'lmasin. Albatta, agar o'z ixtiyori bilan qusgan bo'lsa, yana og'ziga qo'lini tig'ib qusgan bo'lsa, o og'zi ham qusuqqa to'lib kelgan bo'lsa, bu suratda ro'za sinadi ekan. Ikkinchi suratda qusuqqa ro'za sinmaydi. Ro'za sinmaydi. Agar ro'za qusuq kelgandan narmagan o odam ro'zasini sinishini bilmasa, ro'zani sinishiga gumoni ham bo'lmasa, keyin o odam qasddan bir narsani jesa, bu suratda o odamga bir kun qazo lozim bo'ladi. Kafara lozim bo'lmaydi. Shunda ham albatta
Kafara lazım qaysisida bo'ladi? Albatta masala ma'lum bo'lib turib, yana shu qusuqqa roza sinmaydi degan masalani bilib turib, o odam qasdan bir ozroq qusqandan yo og'zi to'lib qusqandan narmagan rozasini qasdan jesa, o odamga qaza va kafara ikkovi ham lozim bo'ladi. Al endi bunga sizga yana bir misolni beradi arabiga. Bir odam ehtilom bo'ladi. Ehtilom bo'ldi ham roza sinmaydi. Lakin ehtilom bo'lgandan narmagan o odam bildiki ehtilomga roza sinmaydi ekan. Shunda bo'lsa ham o odam boshqa bir joyga qazoyi shahvatini pura qildi. Ali bu suratda onga kafara bo'ladi. Bu iboratini o'qing, ana rozani bildingiz, bu qazoyi shahvat ayoliga qo'shilishni ham biling. Va kada law zara'ahu al-qay'u wa dhanna annahu yufattiruhu fa aftara فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنذير فإن القيء والاستقاء متشابهان. Yana bu qusuqqa keldi. لأن مخرجهما bu dalilga ki bu ikkovining chiqar joyi og'iz. Ikkovi ham bir. وكذا لو احتلم لتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفتره. Agar bu odam bilsa ki shunga meni rozam singan emas, bu odam so'ng jesa, yana rozasini jesa ya qazoyi shahvatini boshqa joyga tag'ib pura qilsa, fa alayhil kafaratu. Bu odamning ustiga kafara lozim bo'ladi. Jaysa qanday rozaga edi. Li annahu dalili shulki lam tujad shubhatul ishtibahi va la shubhatul ixtilaf. Bo'ladi birodarim, sizning savolingiz.